Bir o'ylab ko'ring, yoshligimizda opoqimiznikiga olib ketayotib, qatorlashtirib olib ketishardi. Aka, uka, opa, singil hammani yetalab olib borishar. Onamiz ko'rmasidi, onamiz jinnimas edi. Nimaga buni deyapsiz? Somsaxonani ko'rmaydi deysizmi? Shashlikxonani ko'rmaydi deysizmi? Somsadan chiqayotgan hidni hidlamaydi deysizmi? Shashlikni tutunini hidlamaydimi? Hidlaydi. Og'zidan suv kelmaydimi? Keladi. Shunda nima degan bilasizmi? Bitta shashlik olsam shuncha bolaga yetmaydi baribir. Olmay desa yegisi kelyapti, olay desa puli yetmayapti. Nima degan? Hali bolalarim katta bo'lsin, yeganim oldimda, yemaganim ketimda degan ham shu ona bo'ladi-yu, biz katta bo'lmadikmi? Biz katta bo'lmadikmi? Onani qarangki, bolasini shirin, xo'p, mana gapiga muhtoj bo'lar ekan. Onani qarangki, farzandini shirin gapidan ko'ngli ko'tarilar ekan. Lekin shu shirin so'zni ham aytalyapmizmi?